Xo'sh, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma podpисчикларga, hamma obunachilarga alangalik salom. Xudo xolasa bugun inshaalloh mana YouTube'dan 100 ta obunachi bo'libdi. Mana shu 100 ta obunachimizga atalgan video bu. Obunachimiz 100 ta bo'lami, 50 ta bo'lami, shu 50 ta 100 ta odam uchun ishlaymiz. Hammanglarga qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Instagramda xudo xolasa inshaalloh 210 ta bo'ldik. Instagramdagi podpисчиklarimizga ham, undan keyin YouTube'dagi podpисчиklarimizga ham hammanglarga rahmat, sizlarni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kichkinagina kanalchamizda. Undan keyin faqatgina yaxshi, chiroyli videolarni tushirishga harakat qilamiz akalar. Sizlardan faqat qo'llab-quvvatlab turish. Like, comment, repost Instagramdagilar, YouTube'dagilar kommentariya, qo'ng'iroqcha deganday podpiska va o'zimizga o'xshagan parvozlarga jo'natib qo'yasizlar. Xo'sh, bugun biza yana eslataman, Navoiy shahrida biza olinayotgan videolar hammasi Navoiy shahar, Navoiy viloyati, Navoiy shahar. Bugun xonadonlardan boshladik inshaalloh. Birinchi videomizda eski Navoiy shaharda Kaptarvozlardan Farhod aka degan akamizning xonadonlariga kelganmiz. Farhod akamizni boqadigan qushlari mana inshaalloh bugun hammasini chiroyli qilib sizlarga obzor qilib beramiz. Xudo xolasa bular bu yoqda hamma duxchubilar, chubatilar, oq kaptarlar. Ularni chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Farhod aka, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamaygina. Yaxshimi, charchamayapsizmi, zo'rmisiz? Ha, alhamdulillah. O'zingizlar qanaqasizlar? Tinchmisizlar akagina? Issiqlar bilan qiynalmay? Xudoga shukr. Qushlarni ham zo'rlarini yig'ib qo'ygan ekansiz, ha, Farhod aka? Ko'payapti sekin-sekin. Ularni o'zi kelib chiqishi qayerdan aka, zoti? Qayerdan boshlagan? Necha yil bo'ldi aka bu iminni mana shu oqlarni olib yurganingizga? Bir 20 yil bo'lgandir. Voy mashallah. Mana 20 yildan beri Farhod akamiz mana shu oq qushlarni ko'paytirib, mana shu qushlar bilan ishlayapti akamiz. Navoiyda ham bor ekan mana akalar. Xudo xolasa chiroyli duxchubiylar. Farhod aka, o'zi kaptar boqqaningizga necha yil bo'ldi? Necha yildan beri qiziqasiz akajon kaptarlarga? Farhod aka? Kaptarga mana bir bo'lgandir bir 30 yil. Voy mashallah, 30 yildan beri kaptar boqadi akalarim mana. Endi bu ishqibozchilik shunaqa narsada, ha, Farhod aka? Shuni. Odam bir qiziqsa, iloji yo'q. Qani bu qushlar haqida nima gapirib bera olasiz, Farhod aka? Mana bu bitta zo'r chinningiz ham bor ekan, qopqon ekan. Farhod aka, qayerdan keldi bu qopqon chinni? Zo'r ekan, lekin mana shu duxchubi ekan, ko'zlari ham, tumshuqlari ham. Anchadan beri bormi aka bu qush sizda? Bor. Qari ham bor yana. Farhod aka, bu qushlar uchadimi yo'qmi? Uchishi ham bor, o'yini ham bor bular. Hammasini uchib o'yinlari bor, ha? Hozir qanday? Hozir qo'yapsizmi bularni? Haydayapsizmi yo'qmi? Hozir danli moment valyerda bularmiz. Hammasi valyerda, ha? Ha, endi bunaqa qushlarni mana piskunni qaranglar. Voy mashallah, oyoqlarini qarang. Farhod aka, bu yangi piskunmi deyman, ha? Endi chiqqan piskunlardanmi deyman? Yangi chiqqan, endi donga tusha boshlayapti. Lekin oyoqlarini qarang, oyoqlari ham zo'r ekan, duxchubi. Mana toza duxchubi akalar. Farhod aka, Navoiyda ham bor. Xudo xolasa zo'r qushlar. Mana Farhod akani xonadonida. Buni otasi qaysi, Farhod aka? Otasi. Mana otasi. Mana shu uchgan otasimi shuni? Voy, o'zi otasi ham zo'r ekanda buni. Endi biz videoni kechqurun qildik. Kunlar issiq. Kunduzi video qila olmadik aka-ukalar. Bir kunduzi video bo'lganda edi, hovliga olib chiqib video qilardik bularni. Endi hozir kataydan video qilyapmiz akalar. Mashallah zo'r ekan. Necha jup o'zi aka bu yerda? Ko'pmi juda aka? Bilmayman nechtaligini. Yo'q, necha jupligini bilmaysizmi aka? Yo'q.
Farhod aka bu nima deydi? Buni boyagi adashmasam andijonliklar hakka deb aytadi. Hakka. Hakkami? Hakka. Buni qo'yib yubordingiz-ku. Mana hakka bor ekan. Katta qushmi bu aka bu? Voy, yosh kattaroq. Yoshi kattaroqmi? Piskunlari yo'qmi aka bularni? Yo'q uni. Bundan olganingiz yo'qmi? Zo'r ekan aka. Kaptarlar. Temur nima deysan kaptarlarga? Gap yo'q, maşallah. Zo'r ekan a? Hammaga nasib qilsin shunaqa qush bo'lsin. Zo'r a? Parvozlar. Agar bu qushlar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bir like bosib qo'yasizlar, bir kamtaragina videochalarimiz. Mana qushlarni qaranglar. Voy mashallah. Ana, o'qchug'inglar. Bu sariq nima ekan aka? Sariq. Novat. Sariqlar ham yaxshi, bularning o'yin uchishi zo'r. Bundan ham bir para bormikan deyman-da. Ikki para bor. Mana bu narimi deyman a. Albatta tepada. Gnezoda. Bittasi o'da tuxumda gnezdoda o'tiribdi ekan. Mana bittasi. Mana bu 4-inchisi bu pisko nima bu? Ha, tepada ekan. Mana. Ikki par ekan-da mana. Mana shu. Endi bular dekorativniy emas, aka-ukalar. Bular dekorativniy emas. Bular hammasi uchishi o'yini lotda yurgan kaptarlar. Endi hozir Valerda turibdi. Endi kun issiq uchirilmaydi, bola olinadi. Hozir bola olyapsizmi yoki to'xtatdingizmi aka? Yo'q, chiqib turibdi bolalar ham. Bolalari ham chiqyaptimi, xudo xolasa? Mana piskun. Piskunni qaranglar akalar, mana piskun. Voy mashallah. Bu yolg'iz o'zimi aka? Yolg'iz chiqqan ekanda bu. Ha, sherigi bu yoqda ekan-ku buni. Sherigi bu yoqda ekan. Mana bunga lekin yomon havasim ketdi aka. Buni qani parasi mana bu chinnini parasi bumi? Mana tuxumda yo'q, tepasida. Farhod aka bu qayerdan kelgan bu sizga? Endi Toshkentga bo'lsa kerak zotan. O'zi asli kimdan? O'zimizdan shu yerdan topdingizmi buni? Yo'q, Toshkentdan kelgan. Toshkentdan olibsizmi? Shuni parasi. Buni parasi bor. Zo'r ekan lekin. Modasida bu, ha? Bu modasi ekan. Lekin nimasi nari zo'r ekan. Buni sotmaysizmi aka? Yo'q, hozircha ko'paytiraylik, ko'ramiz. Hozircha ko'paytiraylik qanday? Agar har qachon ana shu narni mana shu chinnini sotmoqchi bo'lsangiz, birinchi menga aytasiz. Birinchi klient o'zim bo'laman, narxiga kelishsak. Zo'r ekan akalar. Hakkalar qaranglar mana. Bir par hakka o'tiribdi. Chiroyli bo'lib. Temur, nima deysan kaptarlarga? Gap yo'q. Ha, ajoyib ekan. Mumkin emas. Buncha mehnat tarkibni ham qo'lidan kelmaydi. Tavakaldan tavakkal ko'paymaydi qushlar. Akamda mehnatlari bor ekan. Tushgan mehrlari bor, shuning uchun ko'paygan. To'g'ri. Bu o'zidan o'zi bo'ladigan narsa emas. Parvozlarni hammasi biladi o'zi. Ha, tushunadiganlar. Xoh xo'roz bo'lsin, u xoh bedana bo'lsin, xoh tovuq bo'lsin. Hamma narsaga ishlash kerak. Hamma narsaga mehr bersagina faqatgina shunaqa natija bo'ladi. Olib kelib qo'yib, tashab qo'yib buni o'zidan o'zi ko'paymaydi. Mashallah. Bunga nima deydi? Bu nima deydi akalar mana bu? Uchib yurgan qush akalar mana. Paras bilan bir joy. Endi unaqa nima deydi? 4000, 5000 dollarlik, 1000 dollarlik bo'lmasa ham lekin o'zigacha ekanda. Kesimlari, boshini kesimi chiroyli kelgan ekan. Bu qopqon boqadiganlar biladi mana, qulog'ini tegi bilan chiroyli kelgan ekan. Zo'r ekan. Qopqon boqadiganlar biladi buni. Zo'r chinni bo'lgan ekan.
Bu sarig'imizni qaranglar, qara. Tuxumlar ham bor ekan, mana akalar. Tuxumlarga qaranglar. Farhod aka, yozda ham bola olasizmi yo'qmi? Yoki hozir uje olyapsizmi yo to'xtatasizmi? Yo chiqaveradi hammasi. Chiqaveradimi? Qishin yozin o'zlari boqsa qilib qochaveradi. Buni Farhod aka shu ko'payapti-ku, bir passiyani bo'la olaman deyapsiz. Buni sotish qanchadan sotyapsiz? Buni sotasiz-ku. To'g'ri. Temur hozir mana bu videoni ko'rib, akalar ham qiziqadi-da, narxingiz qancha ekan to'da deb baribir ozgina ma'lumot bersangiz yaxshi bo'larmi deymanda. Bularni shu boshlansa 300 mingdan boshlanadi-da. Bir qarasam, piskinlarni, Donasi. donasi 300. Donasi 300 mingdan. Nobodasiga aka-ukalar telefon nomerini qo'yib ketaman. Qiziqqanlar bo'lsa, xudo xolasa telefon qilaverasizlar Farhod akaga. Kerak bo'lsa shunda ham aytib ketamiz. Farhod aka, nomeringiz nechilik? Nomerni ayting-da. 93lik. 93lik. 660 55 01. Bo'ldi akalar. Noboda kimni qiziqtirsa, aka-ukalar bemalol murojaat qilasizlar. Bu yoqda qush ko'p. Endi hozir biz javonaqa zo'r qilib video qila olmayapmiz, sababi kechqurun qorong'i bo'lgani uchun katayni ichidan olyapmiz. Hozir tashqariga chiqadigan bo'lsak, ko'cha tarafga, bu yoqda svet yo'q. Shu uchun ichkaridan sizlarga obzor qilyapmiz akalar. Mana qaranglar, bular o'qchuviy bular. Yana bir bor qaytaraman akalar, bular dekorativniy emas. Bular o'zimizdan shu uchib o'ynaydigan zotlar. Mana. Kimga agar bu videomiz yoqqan bo'lsa, aka-ukalar, bizani qo'llab-quvvatlash shu like, kommentariya, barcha kaptarvoz ishqibozlariga jo'natib qo'yinglar akalar. Sizlardan yordam faqat shu. Farhod aka, lekin anchagina piskun chiqibdi lekin, ha? Chiqadi. Anchagina piskun chiqibdi lekin Farhod aka, mana bu ham piskun ekan mana. Shunday. Anchagina piskun bor ekan lekin aka. Mana qushlar. Kimga oqla qiziqsa aka, kimlar oqlaga qiziqsa akalar, mana do'qchuviylar hammasi uchib o'ynaydigan qushlar akalar. Ana piskunda o'tirishiga qaranglar. Juda oyoqlarni katta beribdi lekin. Mana bu kanallarni yurg'izishni boshladik. Endi o'zimiz bilmaymiz, bizga hali hech kim negativ bildirgan yo'q. Lekin negativchilar ham bo'ladi akalar. Mayli, har kimning o'zini shaxsiy fikri, hech kimga hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Birdan aytib ketamiz akalar. Endi do'qchuviylar, gulbodonlar bor do'qchuviylardan, juklar bor, ancha sifati baland qushlar bor akalar. Birdaniga ertaga bang'illatib tashamanglar lekin bularni ham sifati yomon emas. Aytyapman, boyagi nima deydi, $1000, $2000, $500 bo'lmasa ham aka, puliga yarasha mana donasi 300 mingdan bemalol arziydigan qushlar. Qiziquvchilar bo'lsa akalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. 300 ming so'm yaxshi narx bu qushlarga. Farhod aka, nima uchun arzon aytdingiz 300 ming? Boshlanishi 300 ming. Boshlanishi 300 mingdan. Boshlanishi 300 ming so'mdan. Gapi yo'q, mashallah. Ana shu yerda birinchi qismini, videomizni birinchi qismini tugatamiz akalar. Ikkinchi qismini ham olamiz keyin. Xo'sh aka-ukalar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, hammanglarga rahmat. Sizlardan faqat iltimos akalar, bizga hech qanaqa bu YouTube kanaldan daromad yo'q. Faqat bu ishqibozchilik. O'zimizga o'xshagan aka-ukalarga, parvozlarga, barcha qush sevarlarga ana shu bir video olish. Shu uchun akalar bizani qo'llab-quvvatlab, repost, like, kommentariya, tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Rahmat, hammanglarga salomat bo'linglar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr.